Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda biz siz bilan tortni to'g'ri bezatishni o'rganamiz. Buning uchun bizga kremlangan va muzlatilgan tayyor tort, slivka, krem, zgushonka va bezatish uchun o'zimiz istalgan dekorlar kerak bo'ladi. Ishimizni slivka kremimizni tayyorlashdan boshlaymiz. Birinchi ishimizni slivka kremni ko'pirtirishdan boshlaymiz. Mikserimizni avval ikkinchi tezlikda, keyin esa tezligini sekin-sekin ko'tarib boramiz va krem tayyor bo'lgungacha eng oxirgi tezlikka ko'taramiz. Ana kremimizni ko'pirtirib oldik. Ko'rganinglardek, kremimizning massasi 2 barobarga ko'paydi. Mana ko'rishinglar mumkin, qattiq holatga keldi. Endi bu tayyor ko'pirtirilgan kremimizni xohlasangiz quruq o'zini tort ustiga ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz bunga qaymoq yokida zgushonka solib ishlatsanglar ham bo'ladi. Biz asosan zgushonka solib ishlatamiz. 200 gram kremga taxminan 50-60 gram zgushonka solamiz. Mikserni baland tezligida aylantirib yuboramiz. Kremimiz tayyor bo'lgandan keyin mana unga rang berib olamiz. Buning uchun bizga yesa bo'ladigan rangli shunaqa nimalarimiz kerak bo'ladi, ranglarimiz kerak bo'ladi. Biz hozir buni pushti rangda bezataman. Bir tomchi solib olamiz. O'zimizga kerakli rang hosil bo'lguncha rang solsanglar bo'ladi va ko'ramiz. Mana kremimizni o'zimizga kerak bo'lgan rangga bo'yab oldik. Endi qopchaga solamiz. Va tortni tekislash uchun bizga shunaqa aylantiradigan moslama kerak bo'ladi. Salgan shunaqa podложкамizga tortimizni qo'yamiz. Tortni o'rtaga qo'yib tekislab olishni unutmanglar. Va endi bu tortimizni kremlashni boshlaymiz. Avval kremlashdan oldin biz buni yuqa krem bilan qoplab olamiz. Mana hozir biz tortimizni ustiga yuqa qilib dastlabki kremimizni, birinchi qavat kremimizni surib oldik. Bu nima uchun qilinadi? Bu tortimizni biskvitidagi ushoqlar ustiga chiqib ketmasligi uchun va agar o'rtalarida havo qolib ketgan bo'lsa, o'sha havo qatlamlarini to'ldirish uchun dastlabki qatlam ishlatiladi. Keyingi ikkinchi qavat kremni surib olamiz. Buning uchun biz kremimizni mana qopchaga solib olganmiz va bir tekisda pastdan boshlab kremni aylantirib surib chiqamiz. Iloji boricha yuqoriroq surishga harakat qiling. Orasida joy qoldirmasdan kremni surib chiqamiz.
200 gram kremimiz bitta tortimizga bemalol yetadi. Endi tortimizni tekislashni boshlaymiz. Tortni chetini tekislash uchun bizga shunaqa shpatel kerak bo'ladi. Shpatel xarid qilganda iloji boricha mana tekisligiga ahamiyat beringlar. Bo'lmasam tortingizning ustiga chiziq tushirib qo'yishi mumkin. Aylantirayotganimizda mana ortiqcha kremlari shpatelda yig'iladi. Tortimiz tekis bo'lguncha shu holatda davom etamiz. Tortimizni mana tekislab oldik. Endi buni bezatamiz. Bezak uchun men shunaqa gullardan foydalanmoqchiman. Chunki hozir juda ham urfda. Bu gullar iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Shu sababdan buni yuvib, yaxshilab quritib, keyin ishlatinglar. Lekin tortda juda ham chiroyli ko'rinadi. Shu sababdan shunaqa gullardan ham foydalanamiz. O'zingiz xohlagan joyingizga qo'yib bezatsangiz bo'ladi. Bu endi hammani didiga bog'liq. Konditer bo'lish uchun shunchaki tort pishirishni bilish kamlik qiladi. Bu borada sizga matematika ham, ona tili ham va dizaynerlik sohasi ham juda ham kerak bo'ladi. Va xohishga ko'ra mana bunaqa akril tayoqchalardan ham foydalansak bo'ladi. Bu ham iste'molga yaroqsiz hisoblanadi, lekin tortimizni juda ham chiroyli ko'rinishga keltirib beradi. Mana tortimiz ham tayyor bo'ldi. Bu tortni bemalol uy sharoitida tayyorlasangiz bo'ladi va bu tort bilan yaqinlaringizni juda ham xursand qilasiz. Siz bilan Feya Cake asoschisi Hayitova Yoqutxon bo'ldi. Biz bilan qoling.